Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana shu chet stanoyni Toshkentdan olib keldik mana. Bu miyalari kompyuter, bu ham apparatni o'zi. Mana shu bloklarni kesyapmiz mana. Endi maydalaymiz buni. 3 sm, 5 sm-dan qilib termopanelga. Mana shu shaklda mana. Shu kesyapmiz ustamak. Mana izlari bilinsa, hozir bitta blokni kesib oldi, to'xtar ustamak. Endi buni olib lishnilarni olamiz, keyin bo'lamiz. Sharoitida buni ishlatyapmiz. Navestayda termopanel uchun oldik buni. Mana shuni kesib oldim shu faylni mana. Xudo xolisa tavsiya qilamiz, yaxshi akalarimizga ko'z tegmasin. Xalq uchun yaxshi xizmatda bo'lishyapti ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu komplektda mana shu kompyuter, prosessor miyasi, bunu. Chip ustanok.